Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va aziz tomoshabinlar. Bugun juda ham muhim, dolzarb va har biringizni bevosita tashvishga soladigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Ehtimol ba'zilaringiz allaqachon eshitgandirsiz. Ammo ko'pchiligingiz bu yangilikning butun mohiyatini, sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga qanday ta'sir qilishini to'liq anglab yetmagan bo'lishingiz mumkin. Gap yangi qonun hujjatlari va ularning mulk solig'i hamda o'zi band qilgan fuqarolar faoliyatini tartibga solishga oid o'zgarishlar haqida ketmoqda. Agar sizning nomingizda biron bir ko'chmas mulk bo'lsa, bu xoh kvartira bo'lsin, xususiy uy, dala hovli, garaj yoki yer uchastkasi bo'lsin, yoki agar siz qo'shimcha daromad topish maqsadida o'zi band qilish faoliyatini yuritayotgan bo'lsangiz, masalan, xususiy dars berayotgan bo'lsangiz, taksi xizmati ko'rsatayotgan bo'lsangiz, hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, yoxud kvartirangizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, unda bugungi ma'lumot aynan siz uchun. Bu ma'lumot har bir fuqaroga, har bir oilaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va uni bilish o'z vaqtida chora ko'rish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarning oldini oladi. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like tugmasini bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotlarning boshqa insonlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Keling, darhol asosiy masalaga o'tamiz. Avvallari mulk solig'ini hisoblash tizimi nisbatan sodda edi. Deyarli hamma tushunadigan bir tartib asosida ishlardi. Ko'chmas mulkning turiga va maydoniga qarab belgilangan bazaviy stavkalar qo'llanilardi. Masalan, shaharlarda kvartira yoki uy uchun har kvadrat metrga bir xil miqdorda soliq undirilardi. Hududga qarab stavkalar biroz farq qilishi mumkin edi, ammo asosiy prinsip maydonga qarab hisoblash o'zgarmasdi. Bu esa bir tomondan tushunarli edi, lekin adolatli emasdi. Misol uchun, shahar markazida joylashgan qimmatbaho, yangi qurilgan zamonaviy ta'mirli kvartira bilan shaharning chekkasida joylashgan eski qurilishga tegishli oddiy ta'mirli kvartira uchun soliq deyarli bir xil miqdorda hisoblanishi mumkin edi, agar ularning maydoni bir xil bo'lsa. Bu adolatsizlik edi. Chunki mulkning bozor qiymati va undan keladigan potensial daromad o'rtasidagi tafovut hisobga olinmasdi. Xususiy tadbirkorlik va o'zini band qilish masalasiga kelsak, avvalgi davrlarda ba'zi faoliyat turlari uchun ro'yxatdan o'tish jarayonlari murakkabroq bo'lishi mumkin edi. Misol uchun, ko'plab fuqarolar o'z uylarini yoki kvartiralarni ijaraga berib qo'shimcha daromad topishgan. Ammo bu faoliyat ko'pincha norasmiy ravishda amalga oshirilardi. Chunki rasmiy ro'yxatdan o'tish va soliq to'lash jarayonlari murakkab tuyulardi yoki undan qochishga urinishlar bo'lardi. Ko'plab hollarda odamlar bu turdagi faoliyatdan daromad olsalar ham soliq idoralariga hisobot bermasdi va tegishli soliqni to'lamasdi. Bu holat davlat budjetiga tushumlar kamayishiga olib kelar edi va iqtisodiyotning xufiya qismini oshirardi. O'zi band qilgan fuqarolar uchun esa faoliyat turlari cheklangan edi va ro'yxatdan o'tish mexanizmi hozirgidek sodda va qulay emasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun hujjatlariga asosan mulk solig'ini hisoblash tamoyili butunlay qayta ko'rib chiqildi va o'zi band qilish faoliyatiga ham katta o'zgarishlar kiritildi. Asosiy o'zgarish shundaki, mulk solig'i endi ko'chmas mulkning kadastr qiymatiga qarab hisoblanadi. Bu degani endi sizning mulkingizning bozor qiymati, joylashuvi, turi va holati hisobga olinadi. Davlat kadastr agentligi tomonidan aniqlangan mulkning kadastr qiymati soliq bazasi bo'lib xizmat qiladi. Bu esa adolatliroq tizimni yaratishga qaratilgan. Chunki mulkning qimmatligiga qarab soliq miqdori ham o'zgaradi. Ikkinchidan, soliq stavkasi progressiv bo'ladi. Ya'ni mulkning kadastr qiymati qancha yuqori bo'lsa, unga nisbatan qo'llaniladigan soliq stavkasi shuncha yuqori bo'lishi mumkin. Bu ham boyroq mulkdorlardan ko'proq soliq undirish orqali ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan qadamdir. O'zi band qilgan fuqarolar uchun esa sharoitlar soddalashtirildi, lekin ayni paytda nazorat kuchaytirildi. Endi o'zi band qilish faoliyatini yuritish uchun juda ko'p qulayliklar yaratildi. Jumladan mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin shu bilan birga ijaraga berish faoliyati endi deyarli majburiy tartibda rasmiylashtirilishi talab etiladi. Agar siz kvartirangizni yoki uyingizni ijaraga bersangiz, endi bu daromadni soliq idoralaridan yashirish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Davlat endi bu jarayonlarni faol nazorat qiladi va aniqlangan qonunbuzarliklarga nisbatan jiddiy choralar ko'riladi.
Endi esa bu o'zgarishlarning batafsil tahliliga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarning xavotir olishiga hojat yo'q? Avvalo, mulk solig'iga oid o'zgarishlar haqida. Bu yangiliklar barcha ko'chmas mulk egalariga ta'sir qiladi, istisnosiz. Agar sizning nomingizda kadastr hujjatlarida ro'yxatdan o'tgan biron bir bino, inshoot yoki yer uchastkasi bo'lsa, siz yangi hisoblash tartibi bo'yicha soliq to'laysiz. Misol tariqasida tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Aliyevning 20 yildan ortiq eski qurilishga tegishli 7000 kvadrat metr maydonga ega kvartirasi bor edi. Avvallari u har kvadrat metr uchun deylik 5000 so'mdan hisoblanganda yiliga jami 35000 so'm mulk solig'i to'lagan. Yangi tizimga ko'ra esa uning kvartirasining kadastr qiymati kadastr agentligi tomonidan deylik 200 million so'm deb baholandi. Endi u shu summadan qonunda belgilangan soliq stavkasi bo'yicha soliq to'laydi. Faraz qilaylik, 0,25% stavka qo'llanilganda u yiliga 500 million so'm soliq to'lashiga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek, soliq miqdori sezilarli darajada oshdi. Yana bir misol. Tasavvur qiling, Mirzo Ulug'bek tumanida yangi qurilgan qimmatbaho 1,5 kvadrat metrli zamonaviy ta'mirga ega xonadon egasi Karimovning kvartirasi bor. Ilgari u ham maydoniga qarab, masalan, 1,7 kvadrat metr 500 so'm, 25 ming so'm soliq to'lagan bo'lishi mumkin edi. Endi esa uning kvartirasining kadastr qiymati deylik 25 milliard so'm deb baholandi. Unga nisbatan qo'llaniladigan soliq stavkasi 0,3% bo'lsa, u yiliga darchin 1 million so'm soliq to'lashiga to'g'ri keladi. Bu ham avvalgisiga nisbatan ancha ko'p, lekin bu faqat mulk solig'i o'sishini anglatadimi? Yo'q, doim ham emas. Tasavvur qiling, Andijon viloyatining qishloq hududida yashovchi fermer Saidovning 120 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan eski uy joyi bor. Uning uyining kadastr qiymati deylik 7 million so'm deb baholandi. Unga nisbatan qo'llaniladigan soliq stavkasi 0,7% bo'lsa, u yiliga 70 ming so'm soliq to'laydi. Bu avvalgi summadan unchalik farq qilmasligi yoki hatto kamroq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni mulkning qiymati va joylashuviga qarab soliq miqdori farqlanadi. Kimlar bu o'zgarishlardan tashvishlanishi kerak? Asosan qimmatbaho va katta maydonli mulklarga ega bo'lgan fuqarolar, ayniqsa bir nechta mulkka ega bo'lganlar yoki shahar markazlarida joylashgan kadastr qiymati yuqori bo'lgan mulk egalari soliq yukining sezilarli darajada ortishini his qilishlari mumkin. Bu shuningdek bozor qiymati tez o'sib borayotgan hududlardagi mulk egalariga ham taalluqlidir. Kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Asosan kadastr qiymati past bo'lgan, masalan, qishloq joylarda joylashgan yoki unchalik katta bo'lmagan mulklarga ega bo'lgan fuqarolar. Shuningdek, qonun bo'yicha imtiyozlarga ega bo'lgan shaxslar uchun ham xavotirlanishga sababkan. Ularning soliq yuki unchalik o'zgarmasligi yoki hatto kamayishi ham mumkin. Endi esa o'zini o'zi band qilish va ijara faoliyatiga kiritilgan o'zgarishlarga e'tibor qaratamiz. Bu sohada yangi qoidalarning joriy etilishi bilan bir tomondan ko'proq odamlarga rasmiy daromad topish imkoniyati yaratildi. Boshqa tomondan esa ilgari soyada qolgan ba'zi faoliyat turlari, xususan turar joyini ijaraga berish rasmiylashtirilishi talab etiladi. Kimlar bu o'zgarishlardan tashvishlanishi kerak? Har qanday turdagi ko'chmas mulkini ijaraga berib daromad topayotgan shaxslar endi ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazmaslik yoki olingan daromadlarni yashirish oqibatlarsiz qolmaydi. Soliq idoralari ma'lumotlar bazalarini tahlil qilish, shuningdek qo'shnilar yoki boshqa manbalardan kelib tushgan xabarlar asosida nazoratni kuchaytirgan. Misol, Farg'ona shahrida yashovchi fuqaro Azimov o'zining 2 xonali kvartirasini talabalarga ijaraga berib, har oy 3 million so'm daromad topardi. Avval u buni rasmiylashtirmagan edi. Endi esa u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, ijaradan olingan daromadning 4% miqdorida soliq to'lashi kerak. Demak, u har oydagi 3 million so'm daromaddan 120 ming so'm soliq to'laydi. Bu albatta uning xarajatlarini oshiradi, lekin ayni paytda uning faoliyatini qonunlashtiradi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarimalardan himoya qiladi. Agar u rasmiylashtirilmasa, soliq idoralari aniqlagandan so'ng nafaqat barcha muddati o'tgan soliqlarni jarimalar bilan birga undirib oladi, balki qonunbuzarlik uchun ham qo'shimcha ma'muriy javobgarlik belgilanishi mumkin. Yana bir misol. Nafaqaxo'r Abdullayev uyda o'quvchilarga ingliz tilidan xususiy dars berib, oyiga 2 million so'm daromad topadi. Ilgari u buni ro'yxatdan o'tkazishni murakkab deb bilgan. Endi esa u o'qituvchi sifatida
o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida mobil ilova orqali bir necha daqiqada ro'yxatdan o'ta oladi. U ham xuddi yuqoridagi misoldagi kabi daromadining 4% miqdorida, ya'ni 20 ming so'm soliq to'laydi. Bu uning faoliyatini qonuniylashtirish bilan birga kelajakda uning nafaqasiga qo'shimcha ravishda ishonchli ish stajini shakllantirishga ham yordam berishi mumkin. Kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va faqat o'z shaxsiy ehtiyojlari uchun mulkka ega bo'lgan shaxslar, shuningdek o'zini o'zi band qilish uchun ruxsat berilgan faoliyat turlariga kirmaydigan yoki shunchaki oila a'zolariga bepul yashash uchun mulkini berganlar. Asosiy qismning ikkinchi bo'limiga o'tamiz. Istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Mulk solig'i bo'yicha istisnolar qonunchilikda mulk solig'i bo'yicha qator imtiyozlar nazarda tutilgan. Masalan, urush qatnashchilari va nogironlari, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchilari, shuningdek belgilangan toifadagi harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari mulk solig'idan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. Shuningdek, pensionerlar uchun ham mulk solig'i bo'yicha alohida imtiyozlar mavjud. Ularga tegishli bo'lgan uy-joyning belgilangan qismi, masalan 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon soliqdan ozod qilinadi. Ko'p farzandli oilalar uchun ham ba'zi hududlarda imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Ammo bu har bir hududning o'ziga xos qonun hujjatlariga bog'liq. Bu imtiyozlar avvalgi qonunchilikda ham bor edi va yangi tizimda ham saqlanib qolgan. Qaltis jihatlar kadastr qiymatining noto'g'ri baholanishi. Mulkingizning kadastr qiymati uning haqiqiy bozor qiymatiga mos kelmasligi mumkin. Agar siz kadastr agentligi tomonidan belgilangan qiymatdan norozi bo'lsangiz, uni qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu jarayon vaqt talab qilishi va qo'shimcha hujjatlarni yig'ishni talab etishi mumkin. Soliqni kechiktirib to'lash. Mulk solig'i uchun belgilangan to'lov muddatlariga qat'iy rioya qilish shart. Agar soliq o'z vaqtida to'lanmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanadi. Bu penya esa dastlabki soliq summasidan ancha oshib ketishi mumkin. Noaniq nuanslar mulkni bir nechta shaxs birgalikda egalik qilsa soliq qanday hisoblanadi? Qoida tariqasida soliq ulushlarga mutanosib ravishda har bir egadan alohida undiriladi. Agar ulushlar aniq belgilab qo'yilmagan bo'lsa, u holda har bir egalik qiluvchi teng ulushda javobgar bo'ladi. Mulk meros qilib olinganda yangi egasi uchun soliq majburiyatlari qachondan boshlanadi? Odatda meros huquqi rasmiylashtirilgan paytdan boshlab. Bu jarayonni tezroq yakunlash muhim. Chunki rasmiylashtirish kechikkan taqdirda ham soliq hisoblanishi mumkin. O'zini o'zi band qilish va ijara faoliyati bo'yicha istisnolar. Ba'zi hollarda yaqin qarindoshlarga mulkni ijaraga berishda soliq imtiyozlari qo'llanilishi mumkin. Ammo bu har doim ham shunday emas va qonunchilikda aniq belgilangan bo'lishi shart. Agar sizning yaqin qarindoshingizda boshqa turar joyi bo'lsa va siz unga kvartirangizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, hatto qarindosh bo'lsangiz ham bu soliqqa tortilishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha ijara to'lovi olinmagan holatlarga nisbatan qo'llaniladi. Qaltis jihatlar ro'yxatdan o'tmasligi oqibatlari. Agar siz ijaraga berish faoliyatini rasmiylashtirmasangiz va soliq idoralari buni aniqlasa, sizga nafaqat barcha muddatda o'tgan soliq summasi, balki hisoblangan penya va ma'muriy jarimalar ham qo'llaniladi. Jarima miqdori ancha sezilarli bo'lishi mumkin. Misol uchun, aniqlangan soliq summasining qiymatidan yo'q-yo'qgacha jarima undirilishi mumkin. Bu sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxs va yakka tartibdagi tadbirkor tushunchalarini chalkashtirish. O'zini o'zi band qilgan shaxs faoliyati turlari cheklangan va u yo'llanma ishchilarni ishga yo'llay olmaydi. Agar sizning faoliyatingiz belgilangan chegaralardan chiqsa yoki yo'llanma ishchi jalb qilsangiz, siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu esa boshqa turdagi soliq va hisobotlarni talab qiladi. Bu ikki maqom o'rtasidagi farqlarni tushunish juda muhim. Noaniq nuanslar mulkning bir qismini ijaraga berish. Agar siz o'zingiz yashayotgan uyingizning bir qismini, masalan, bir xonasini ijaraga bersangiz, bu ham soliqqa tortiladigan daromad hisoblanadi va uni rasmiylashtirish kerak. Mavsumiy ijara, agar siz yozgi dam olish mavsumida dala hovlingizni ijaraga bersangiz, bu ham rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan faoliyatdir. Soliq hisoblash va to'lash mexanizmi mavsumiylikni inobatga olgan holda soddalashtirilishi mumkin, ammo ro'yxatdan o'tish majburiy. Daromadlarni to'g'ri hisobot qilish. Faoliyatingizdan olingan daromadlarni
har oyda yoki har chorakda soliq idorasining mobil ilovasi yoki shaxsiy kabineti orqali to'g'ri aks ettirish muhim. Daromadni kam ko'rsatish ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nimalar qilishingiz kerak? Mulk solig'iga oid bering. O'z mulkingizning kadastr qiymatini aniqlang. Bu ma'lumotni Davlat soliq qo'mitasining soliq. Uz web saytidagi shaxsiy kabinetingiz orqali yoki Davlat kadastr agentligining hududiy bo'limlaridan olishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetda siz mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni, shu jumladan uning kadastr qiymatini va hisoblangan soliq summasini ko'rishingiz mumkin. Agar sizda hali shaxsiy kabinet ochilmagan bo'lsa, uni tezda ochishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. 2. Hisoblangan soliq miqdorini tekshiring. Soliq.uz saytida soliq kalkulyatorlari mavjud bo'lishi mumkin. Ular yordamida siz o'zingizning mulkingiz uchun hisoblangan soliqning to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki hisoblangan summaga qo'shilmasangiz, darhol soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. 3. Kadastr qiymatidan norozi bo'lsangiz nima qilasiz? Agar siz mulkingizning baholangan kadastr qiymati haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblasangiz, kadastr agentligining hududiy bo'limlariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda baholashdagi xatoliklarni asoslab berishingiz va mustaqil baholovchi xizmatidan foydalanib, yangi baholash hisobotini taqdim etishingiz mumkin. Ba'zi hollarda apellyatsiya komissiyasi tashkil etilib, sizning murojaatingiz ko'rib chiqiladi. 4. Soliqni o'z vaqtida to'lang. Mulk solig'ini to'lash muddatlari qonunchilikda aniq belgilangan. Odatda soliq bir yil ichida 2 marotaba. Birinchi yarim yillik uchun 15 aprelgacha, ikkinchi yarim yillik uchun 11 oktyabrgacha yoki yil oxirigacha to'lanishi mumkin. Soliqni onlayn usullar, masalan, Payme, Kilik, UPA ilovalari orqali, bank kassalar yoki soliq idoralarining maxsus terminallari orqali to'lashingiz mumkin. O'z vaqtida to'lash orqali penya va jarimalardan qutulib qolasiz. O'zni band qilish va ijara faoliyatiga oid bermang. Faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar siz turar joyni ijaraga berayotgan bo'lsangiz yoki o'zi band qilish uchun ruxsat berilgan faoliyat turlaridan biri bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, uni darhol rasmiylashtiring. Buning eng oson yo'li soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tish. Mobil ilovani smartfoningizga yuklab oling. Pasport ma'lumotlaringiz va STIR soliq to'lovchining identifikatsiya raqami yordamida ro'yxatdan o'ting. Jarayon juda sodda va bir necha daqiqa vaqt oladi. 2. Ijara shartnomasini elektron shaklda tuzing. Agar siz turar joyni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini soliq mobil ilovasi yoki soliq uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali elektron tarzda tuzishingiz mumkin. Bu shartnomani ro'yxatdan o'tkazish sizning faoliyatingizni qonuniylashtiradi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. 3. Daromadlarni muntazam ravishda hisobot qiling va soliqni to'lang. O'zi band qilgan shaxslar uchun daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni har oyda yoki har chorakda soliq mobil ilovasi orqali kiritib borish lozim. Soliq stavkasi odatda daromadning 4% tashkil etadi. Soliqni ham mobil ilova orqali yoki bank orqali o'z vaqtida to'lash kerak. O'z vaqtida to'lanmagan soliq uchun penya va jarimalar qo'llanilishini yodda tuting. Professional maslahat oling. Agar sizda yuqoridagi masalalar bo'yicha aniq savollar bo'lsa yoki biron bir jihatni tushunmasangiz, Davlat soliq qo'mitasining tuman soliq inspeksiyalariga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etishadi va amaliy yordam berishadi. Shuningdek, siz 1198 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, malakali yuridik yoki soliq maslahatchilariga murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi qonun hujjatlari har bir fuqaroning hayotiga ta'sir qiladi va ularni bilish, to'g'ri harakat qilish juda muhim. Mulk solig'ining kadastr qiymati asosida hisoblanishi va o'zi band qilgan fuqarolar faoliyatini rasmiylashtirishga qaratilgan qoidalar bir tomondan, davlat budjetiga tushumlarni oshirishga va iqtisodiyotni oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan fuqarolardan mas'uliyatli va tartibli bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun bugun berilgan ma'lumotlar asosida o'z harakatlaringizni rejalashtiring, barcha majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajaring va kelajakdagi moliyaviy muammolardan o'zingizni himoya qiling. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni
va bu mavzu bo'yicha shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qadrli. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz doimo sizga eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha